Og'aynizmi? Yo'q. Nima bu qo'yib qo'yishlar ruxsatga? Biz necha marta aytdik. Nima bu yoqqa chiqarib savdo qilyapsiz? O'tadigan peshixodam mana bunday aylanib depir yurmas kerak kechqurun. Qo'pab buzib tashlashdan buni kerak emas. Ha, musoxona bo'lganda bu. Uborga qilib ochtirib qo'yishgan. Avtobusda yuribdi bu yerdan ham, yuribdi avtobusda. Odamlar qayerga borib o'tiradi bu yerda? Qayerda kutadi? Shuni supurib soladigan odami bor, to'g'rimi? Bu ahvolda qarang endi. Nima degan ahvol mana bu? O'tgan safar bu singlimizga aytdik, xolodilnikdan hammasini biqinga oling, bu tomonga, olddan fasaddan deb aytdik, shu tomonga. Ishlatgan bo'lmasa ichini tozalab, buni brendga ijaraga beraylik. Hozir mana ijaraga so'rab kelayotgan odam ko'p. Buni Milliy gvardiya ham, ichki ishlar ham, siz ham kecha kunduz bu yerda qarab tura olmaysiz. Kechasi yarim kecha keladi, mashina bilan qo'yadidan kirib ketadi. Podvol bor mana bu yerda. Kim aytadi jinoyat sodir bo'lmaydi mahallada? Nima uchun tozaligini qo'ymaysizlar? Mayli konstruksiyasi ikkinchi masaladir, lekin buni atrofini o'rab, ichini musorni olib, mana bunday o'rab qo'yish kerakmi qurilish obyekti? Chiroyli panel oldin yopadi, shu moykaning orqasini qo'yib turib. Ichkaridagi musor-pusurlar ko'rinmasdan hammani tozalash kerak. Bunaqa kraskalanmagan joylarni ko'ryapsizmi? Kraskalanish kerak bular emas, tozalanish kerak. Mana bu devor bilan bir xil qilib yopish kerak. Derazalarni yuvdirib, tozalatib, avtobusda yuribdi, bekatlar ishlash kerak. Bekatlar raqam bo'lish kerak, kechqurun ochiq turish kerak bu. Hozir bu kishi buni quflab kechqurun ketaverish mumkin emas. Bekat ochiq turish kerak. Mumkinmi shu yerga savdo qilishingiz, mana chiqib paraxod yopish mumkinmi?